chorshanba payshanba kuni tinimsiz juda ham ko'plab hududlarimizda, hattoki ayrim hududlarimizda 40-50 millimetrgacha 2 kun ichida juda ham ko'p yomg'ir degani. -5, -6 daraja sovuq, yer suv muzlaydigan darajada. Qorni qalinligi masalan Samarqandda 8 santimetrgacha, Jizzaxning ayrim hududlarida ham 7-5 santimetrli. Endi yerni shunchaki havoda yog'ayotgan qorga guvoh bo'lmaymiz, hattoki yerni oqaradigan darajadagi qorlar. Mana antitsiklon kelyapti. Yana bittasi ketyapti hozir. Mana tortyapti. Faqat janubdan tortyapti nima, nam havo oqimi. Shuni tushuntirib beraman boshida. Bug'doyga amofos sololmagan fermerlar uchun RG Agrodan Rossiyaning suyuq amofosi. Bunaqasini boshqa joydan topa olmaysiz. Assalomu alaykum. Dehqon va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlarini berishda davom ettiramiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Mana yomg'irlar yog'di, mana suvlarimiz zo'r bo'lyapti. Xudo xohlasa suvlar ko'p va havo ham sovib ketdi. Endi so'rashyaptiki, o'zi qachon isib ketadi o'zi? Bu yoqqa yog'ingarchilik qanaqa? Davom etadimi yo isib ketadimi? Vaziyat qanaqa bu yoq? Assalomu alaykum vatandoshlar. Kamolnogi aka to'g'ri aytdingiz. Ya'ni sovib ketdi. Shuning uchun biz mana shapka kiyib oldik. 5 darajadan pasayib ketsa o'zi shapka kiyiladigan havo bo'ladi. Va hozir ham 5 darajadan past havo harorati kuzatilyapti poytaxtda. Va biz mana shu 15 kunlikda juda ham ko'p yomg'irlarga guvoh bo'ldik. Ayrim hududlarimizda, tog'li hududlarimizda 100 millimetrdan ko'p yomg'ir yog'di. Endi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida biroz kam. Cho'l hududlarimizda ham biroz kam, lekin juda ham ko'plab hududlarimizda barokatli yomg'irlar taqdim etildi. Ko'rdik o'shani. 15 kunlikda mana ko'ryapmiz, xaritalarda ham juda ham ko'p tog'li hududlarimizda 100 millimetrdan ko'p. Bu 1000 tonna suv. Mana shu Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi stansiyalarda hatto 170 millimetr 15 kunlikda, yarim oylikda, bu degani qariyb 2000 tonna suv tushdi tabiiy osmondan. Va endi hozirgi holat bo'yicha kelayotgan dekabr oyining 3-kunligi sovuq va 20 dan keyin quruq, lekin orada mana hozir Eronda juda ham katta nam havo oqimi shakllandi. O'zi Eronning janubida 2 kun ichida 1 yilda yog'ish kerak bo'lgan yomg'irdan ko'proq yomg'ir yog'ishi mumkin ekan o'sha nam havo oqimlaridan. Va mana shuni hozir pozitsiyasi bizga qarab kirib kelyapti. Ya'ni antitsiklon bizga kelyapti. Ha, o'sha antitsiklonlar hozir tortyapti janubdan nimani, nam havo oqimini davom etyapti. Mana oxirgi 15 kundan buyon mana shunaqangi jarayon orqasidan biz juda ham ko'p yomg'irlarga guvoh bo'ldik. Va mana shu holat 17-18 dekabr kuni, ya'ni chorshanba payshanba kuni tinimsiz juda ham ko'plab hududlarimizda, hattoki ayrim hududlarimizda 40-50 millimetrgacha 2 kun ichida juda ham ko'p yomg'ir degani. Ayniqsa mana shu Qashqadaryo viloyati, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent va Vodiy viloyatlarida, Surxondaryoda ham bor, lekin juda ko'p emas. Ayni mana shu hozir men sanab o'tgan viloyatlarga nisbatan ancha kam va yana o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida juda ham kam yomg'irlar. Endi azaldan mana shunaqangi tamoyil bo'lgan va kelayotgan payshanba tongi muddatda respublikaning ko'plab hududlarida yog'ayotgan yomg'ir endi bu janubdan kirib kelayotgani sabab yomg'ir ko'rinishda. Qani endi g'arbdan kirib kelganda bunaqangi holatga hozir biz qor hodisalariga gupillab yog'ayotgan tekstil hududlarida ham, qishloq xo'jalik, yer maydon joylarida ham qorlar yog'ishiga guvoh bo'lardik, lekin so'nggi qismida mana shu nam havo oqimini antitsiklon ta'sir etayotgan paytda havo harorati 0 darajadan pasayib ketib, qorlar yog'ishi mumkin. Ayni qishloq xo'jalik, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatining ayrim hududlar, Sirdaryo, Toshkent viloyati hududlarida qor hodisalariga guvoh bo'lishlari mumkin va qorni qalinligi masalan Samarqandda 8 santimetrgacha 19 dekabr tongi muddatda, Jizzaxning ayrim hududlarida ham 7-5 santimetrli. Endi yerni shunchaki havoda yog'ayotgan qorga guvoh bo'lmaymiz, hattoki yerni oqaradigan darajadagi qorlar. Lekin Vodiy viloyatlari bilan Janubiy Surxondaryo viloyatlarida aholi qor yog'ayotganini ko'rishi mumkin, lekin yerga o'rnashmasligiga guvoh bo'lishlari mumkin va 3-kunligimiz ham biroz quruq. Endi keyingi nam havo oqimlari uzoqroq davom etar ekan, ya'ni endi dam olish bo'lyapti. Atmosfera jarayonlarida ham bir 5 kunlik, 6 kunlik, 7 kunlik, bir haftalik va yangi yil arafalarida keyingi nam havo oqimi katta quvvatdagi emas u ham. Endi kirib kelishi mumkin. Bu haftamiz Toshkent viloyati va Vodiy viloyatlarida, tog'larimizda biroz issiqroq. Endi bu dekabr tog'larda vaziyat qanaqa? Yog'ingarchilik qanaqa? Tojikiston, Qirg'izistonda ko'p yog'yapti, juda ham. Ayniqsa qormi yo yomg'irmi? Ketdi deyapsiz. Ha, dengiz sathidan 2 kilometr, 200 metr yuqorigacha bo'lgan joylarda haqiqatan hattoki mana nimani Qirg'izistonni Norin viloyat tog'li hududi Akterak degan stansiyada 16 daraja ko'rsatdi kunduzi. Plus 16 da, plus tog'da. 16 bu sentyabr. Endi shunaqa hozir janubdan issiq havolar mana hozir ham yomg'ir yog'ishidan oldin bir bahoriy bir havo bo'lyapti. Endi biz hozir kanalni bo'yida o'tirganimiz uchun sovuq zahri bor, shuning uchun sal qalin kiyim olganmiz, lekin tashqariga chiqsangiz asfalt bo'ylarida qanaqadir bahoriy komfort havo bo'lyapti. Shuni hisobiga issiq nam havo oqimlari kirib kelayotgan bo'lsa, tog'larimizda ham
yoqqan qorlarimiz orqasidan keyin yomg'ir yog'di, ayniqsa baland tog'lardagi qor yog'yapti, lekin pastroqda aholi yashaydigan joylarda mavjud bo'lgan qor resurslari, o'zi aprelda erish kerak bo'lgan qor resurslarini kechagi issiq havo, ya'ni yer ichidan isib beradigan bir tushuncha bor. Shunaqangi hozir nima bo'lyapti? Jarayon bo'lyapti. Janubdan issiq kelyapti, antsiklon tortyapti nomni, keyin orqasida bitta qor aralash bo'lib sovuq bo'lyapti, lekin sovuq ham qanaqa yoqimli sovuqda. Hali biz yerni muzlaydigan va o'sha yer 5 sm qishloq xo'jaligi uchun 10 sm muzlaydigan hali qish sovuqlarga guvoh bo'lmadik va hozir yana alomatlar kelib chiqyapti. Konveyer deyilyapti. Nimani Afrika shimolida, bu yog'i yana Arabiston yarim oroli, Eronda keyingi yanvar oyini birinchi yarmida, ya'ni 15 kunligida qor bo'ronlari va sovuq. Ya'ni Sovuq degani bir narsa. Sovuq degani qanaqa anomal sovuq, oddiy sovuq emas, oddiy sovuq. Masalan, kechqurunlari -5, -6 daraja sovuq, yer suv muzlaydigan darajada. Kunduz kunlari yana 10-15, ayrim hududlarda 5 darajalik iliqlik, lekin shimol hududlarimiz uchun kelayotgan nimada dekabr oyining 3-kunlik va yanvar boshlarida haqiqiy qish Qoraqalpog'istonda sovuq ketadi. O'zlari azaldan mana shu yanvar boshida kuzatilgan sovuqlar yoki o'zimizda ham yanvar boshida oxirgi 30 yillikdagi o'rtachalashtirilgan qiymatdan biroz pastroq sovuqlar kuzatilishi mumkinligi. Yanvarning 1-15 kunligida, keyingi 15 kunligida yana quruq va biroz haroratlarni ko'tarib borishi. Yanvar boshlarida yog'ingarchilik qanaqa? Shu qor yaxshi. Yana hozir mana atmosfera daryolari deyilyapti. Erondan kirib kelish 10 kunlik salb bo'lsa, mana shu dekabr 3-10 bloklanib davom etmaydi. Quruq, yana havolar biroz ifloslanishi ko'p emas. Endi yomg'ir ko'p, namgarchilik ko'payib ketdi. Ozgincha ifloslanishlar umuman bahoriy, qishki ob-havoga, quruq ob-havoga xos bo'lgan, kechalari -5, kunduz kunlari +5lik haroratlar kuzatilishini aytib o'tish mumkin bo'ladi. Demak, kuzatayotganingiz uchun sizlarga rahmat aytamiz va albatta o'zingiz ehtiyot qiling. Bu yog'iga kunlar sovidi. Ko'pchilik issiq bo'lgani uchun qalpoqlar kiymayotdi. Endi qalpoqlarni kiyib, o'zingiz ehtiyot qilib yuring va albatta fikrlaringizni izohlarga yozib qo'ying. Ayniqsa tanqidlarni yozing. Biz buni kutamiz. Rahmat, Erkin aka rahmat. Sog' bo'linglar.